Do'stlar, to'g'risini aytsam, juda ham xursandman. Sizlarning poddeshkanglar bilan, sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bilan mana bugun orzusidagi qasr loyihasini birinchi qadamini tashladik. Ya'ni o'sha sizlarga aytib o'tganimdek, kecha fundament uchun o'sha aplapkaning ichiga solinadigan toshlar kerak degandim. Mana bugun saxiy insonlarimiz, saxovatpesha insonlarimiz tomonidan o'sha toshlar Orzuning uyiga yetkazilmoqda. Buning uchun Jasur akamga alohida minnatdorchilik bildiraman. Narxlarni juda ham arzon qilib, olib borib berish xizmatlarini tekin qilib berib, qo'llaridan kelguncha bizga yordam beryapti. Nima demoqchiman, yana bir bor hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Undan tashqari menga hozir ushbu loyihada yordam berish uchun yaqin ukalarimizdan biri Jahongirjon tashrif buyurgan. Jahongirjon, mana shu loyihaga 2 oyda ichida ulguramanmi, yo'qmi? Aka, xudo xolasa inshaalloh ulgurasiz. O'zbekistonda yaxshi insonlar ko'p, yaxshi insonlar hammasi yordam beradi. Mana shu pastga karta raqam qo'yamiz. Karta raqam orqali moddiy tarafdan yordam beradi. Yordam bera olmaganlar mana shu videoga like bosib, sharoiti bor tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz, bizga katta yaxshilik qilgan bo'lasiz. Xudo xolasa shu 2 oydan ham tezroq bitirishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, agar atrofimizda senga o'xshagan yaxshi insonlar ko'payaversa, balki 1 oyda bitirarmiz, balki 1,5 oyda. Eng uzog'i bilan 2 oyni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Siz boshlab oldingiz, xudo xolasa menga o'xshagan va menga o'xshagan ukalaringiz asta-asta kelaveradi. Hammamiz birlashadigan bo'lsak, bu O'zbekiston hammamiz qo'limizdan keladi, aka. Ertaga asosiy ish jarayonlari boshlanadi. Ya'ni o'sha loyihachi akalarimizga uyni loyihasini chizadi, undan tashqari kadastr hujjatlari tayyor bo'lib qoladi ertaga. Nasib ertadan boshlab katta hashar ishlari boshlanadi. Hamma saxovatpesha, saxiy insonlarimizni barchasini Orzuning uyida kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Yo'lda yurganda albatta hushyorroq bo'lishga barchalarni da'vat qilib qolaman.